Diqqat, tezkor xabar. Ertaga O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishini O'zgidromet e'lon qildi. Tezda barcha O'zbekiston fuqarolari tayyor turing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat, O'zgidromet 18-mart kuni kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja iliq, kunduzi 23-25 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda bulutli bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi.